Assalomu alaykum hammaga. Hozir ishdan qaytishda men Schnacksga kirdim. Bitta narsa esimga tushdi. Unni so'rashadi, shakarni so'rashadi, razrixletildi. Chayni sodani so'rashadi, qayerdan topamiz deb. Manaki baking needs degan anavi un, shakar va baking. Baking deb manavi duxovkada pishiriladigan narsa bor-ku. O'sha duxovkaga pishiriladigan pishiriq narsalar degani, nima ziravorlar, tortga qo'shiladigan narsalar degan. O'sha areadan izlaysizlar. Mana yerda masalan unlar, unda mana all purpose flour degani hamma narsaga ishlatsa bo'ladi degan. Keyin nima bo'ladi? Biskvit uchun bleached degan un bo'ladi. Sal qimmatroq bo'ladi. Qani ekan? Mana bu unbleached. Bu unbleached, bu nima emas, vishi sort emas, bu oq un, lekin bu ham bleached degani bo'ladi o'zi. O'zi topish qiyin-da uni. All purpose. Bleached bilan ko'rsatib o'tsam yaxshi bo'lardi. Mana ekan, bleached enriched ekan. All purpose deb hammasiga yozilar ekan, bleached enriched. Nima deysa, mana bunda esa unbleached, oqartirilmagan. Bu oqartirilgan, mana ki bleached degan yozib ko'ryapsizlarmi? Oqartirilgan. Bu vishi sortlananga biskvitga ishlatasizlar. Keyin droja. Mana bu yaxshi droja. Bunaqa idishdaligi bo'ladi. Keyin katta pachkada bo'ladi, Costcoda bo'ladi. Uni 1 yildan ko'p ishlatasizlar. Kichkina oila bo'lsa, mana shu ham ancha vaqtga yetadi. Mana bunaqasi bor-ki, mana yeast. Drojani nomi yeast deyiladi inglizchasiga. Mana har xili bor. Active yeast, aktiv quruq droja, xamir turish, quruq xamir turish. Mana bu razrixletil manaki. Mana bu ham razrixletil. O'zi faqat bir xil qoldi. Baking powder yoziladi nimaga? Razrixletilga baking powder. Chayni sodaga esa baking soda yoziladi. Keyin chayni sodani ham tozalik uchun ishlatiladigani bor. Nimaga? Oziq-ovqat uchun ishlatiladigani ham bor. Ko'pincha bular tozalik uchun ishlatadi-da mana aka. Dish yuvishda, mana даже kir mashinalar ichini yuvishga ham ishlatishga ko'rsatib qo'yibdi. O'shanday qaraysizlar. Keyin mana aka anavi kraxmal izlaysizlar-ku, mana kukuruzli kraxmal, corn starch yoziladi. Corn starch. Keyin kartoshkaniki ham bo'ladi. Mana nimaniki ekan? Bu ham nima kukuruzli kraxmal ekan. Yana nimani aytib o'tay? Shakar mana. Shakarlar turi ko'p, xohlaganingizdek mana. Mayda unlik shakar, mana malla shakar. Malla shakarni qaranglar, qanday malla bo'ladi. O'tkir bo'ladi. Ozginasi ham shirin qo'radi. Juda ham o'tkir bo'ladi. Mana malla shakar. Mana bular oddiy shakar, oddiy oq o'zimizga shakar. Shakar upasi mana shu. Mana shu qatorda bo'ladi-da. Xullas, baking needs degan joyga qaraysizlar. Mana to'g'risida pripravalar. Yo'l-yo'lakay hozir men Schnacksga kelgan edim, shuni aytib o'tay dedim. Endi nima deydi, ancha yildan beri yashayotganlar o'zi biladi, ular uchun emas. Yangi kelganlar, yangi kelgan vaqt izlaydi narsalar, qanday izlashni bilmaydi. Men o'zimda bo'lganda shundami? Shunaqa gaplar. Keyin mana bu bir xil tort qilishni bilmasa, bu yerda tayyor mana shunaqa tortni nimasi bor-da. Miksi bor. Masalan, mana bu sariq tort, yellow tort. Mana bu ham yellow, mana shokoladnisi bor, red velvetki bor. Lekin vashi zo'r chiqar mana shu torti ham bor. Qarangizlar. 1 stakan suv, 3 dan 1 qism stakan yog', 3 dona tuxum kerak bo'ladi sizga mana shuni tayyorlashga. Qanday tayyorlashingizni, qanday pishirishingizni hammasini yozib qo'yibdi. Qancha razmerdagi sizga anavi tova kerak bo'ladi, nima? Qolip kerak bo'ladi. Qancha vaqt pishirasiz, точно yozib qo'yibdi. Qanday bo'lsa shunday qilasiz, shunday o'xshab chiqadi. Yumshoq, muloyim va shu zo'r chiqadi nimasi biskvit. Xayol bilan aravaga solib qo'yibdi, hozir menga kerak emas-ku. Shundan juda zo'r mana shu nimalari, tayyor biskvitlari. Biskvit qilishni bilmaydigan hali endi o'rganayotganlarga juda qo'l keladi. Mana maffinlari ham, nima braunilari ham zo'r o'xshab chiqadi.
Prosta o'sha orqasidagi instruksiyasiga qaraysizlar, o'sha bo'yicha qilasizlar. Hozircha shu gaplar. Mayli, sog' bo'lasizlar.